Oraga shu xushbo'yliklar to'g'risida dinimizda nima deyilgan shulardan aytib bersangiz. Vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya'ni inson hayotda yashar ekan, o'zini o'sha hayot tarzida nima mumkin, nima mumkin emas, shu masalalarni bilish kerak. Albatta bu xushbo'ylik haqida hadislar kelgan. Xushbo'ylik bu sunnat, payg'ambar alayhisolatu vassalomning sunnatlari hisoblanadi. Xushbo'ylik insonga bir zavq, bir kayfiyat baxsh etadi. Abu Ayyub radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 4 narsa rasullarning, ya'ni payg'ambarlarning sunnatidir. Nima desa, birinchisi hayo, ikkinchisi xushbo'ylik sepish, uchinchisi misvok va nikoh deyilgan. Ya'ni bu insonlarning ichida eng yaxshi insonlar bu payg'ambarlar bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo tanlangan insonlar bo'ladi. O'sha insonlarning sunnatining ichida 4 ta narsasida ichida alohida ta'kidlangan bu xushbo'ylik sepishlik. Ya'ni xushbo'ylik sepishlik payg'ambar alayhisolatu vassalomning sunnatlari va barcha payg'ambarlarning sunnati ekan. Ya'ni bu joyda bir narsani yana alohida ta'kidlash kerakki, xushbo'ylik sepishda insonda faxrlanish bo'lmasi kerak. Ya'ni nimani niyat qilish kerak desa, men xushbo'ylik sepishlik bilan boshqa insonlarga bir yaxshilikni niyat qilish kerak. Ya'ni xushbo'y bo'lmagan narsa bilan boshqa insonlarga ozor berishdan bu yomon narsa bo'lsa, ya'ni xushbo'y narsa bilan insonlarning kayfiyatini ko'tarishlik, yaxshilik ulashishlik bu ajr bo'ladi. Ikkinchi masala bor, ya'ni ayollar masalasi. Ayollarda, jamiyatda ayollar o'tkir hidli atirlarni, xushbo'yliklarni sepishlik bu madaniyatsizlik bo'ladi. Ayollarda o'sha hidi o'tkir bo'lmagan xushbo'yliklarni sepish kerak bo'ladi. Lekin uyda, masalan, erining yonida o'sha eriga yoqadigan xushbo'ylik bo'ladimi yoki o'tkir hidli bo'ladimi yoki o'sha erining kayfiyatini ko'taradigan hidli, masalan, xushbo'yliklarni sepsa bu ajr bo'ladi. Erkak kishiga ham shunaqa. Erkak kishi xushbo'ylik sepishlik bu sunnat bo'ladi. Lekin erkak kishi bir xushbo'ylikda emas, soat taqadigan bo'lsa, mashina minadigan bo'lsa yoki xushbo'ylik sepadigan bo'lsa, faxrlanishlikni yoki deylik o'zini katta olishlikni niyat qilmasi kerak. O'sha yaxshilikni niyat qilib agar xushbo'ylik sepsa, inshaalloh ajr bo'ladi. Alloh taolo bu dargohni muborak qilsin, xayrli qilsin.